film sohasidagi tunji naq maydon naq pul taqtish savol javob programmasi muzdek million kagingizni qarshi olamiz. Rahmat. Aqlli qadam bosh pul topsin. Ismingiz? Abduli. Nereden keldiniz? Ürümçi. Qanday qatnashdingiz bu? Nereden ko'rib? Shifxonadan ko'rib turib. Meniki shu kunsi tug'ilgan kunimchi, 15-slar taqib turgansizlar. Tug'ilgan kunimni o'tkazib turayotgan vaqtda sizlarning film uchrab qoldi. Uning keyin bir tug'ilgan kunimdan bir janglanib taqanchi deb shu maqsadda qatnashdim. Muborak bo'lsin tug'ilgan kuningiz. Rahmat. Ürümchida nima ish qilasiz? Qisqa filmning istili. Undan başlayalım. Başlayalım. Değişik görürsünüz o adette. Görme. Sual. Televizordaki HDMI eg'izi asosiga nima bo'lindi? A. Tok manbasi. B. To'rsimi. C. Sirtqi uskunlar. D. Tanishuvchi. Javob bersangiz bo'ladi. En ahir cevabınız. Çöydüm kılma. En ahir cevap. Okey, biz koy gitti. İkinci sual. Ailede işletildiğin mikrodolqulluq ocaqning kontrol taxtisidagi echish, ya'ni qo'zg'itish knopkasi odatda qaysi rangda bo'ladi? A. Oq rang. B. Qora rang. C. Yeshil rang. D. Qizil rang. Oq rang. En oxirgi javobingiz? Oq rang. Sizning ishlatmagan bir narsangiz bormi? Tozmuklayıcı. Oldu mu? Oldu. Men tinet yutdum. Ödüküne tozmuk olsam şunu aldı kilip disi bulmaydı varken. 30 sekundlik vaqt var varlıqda neymiş qilsa o'zingizcha. Ayağını bilan tozmuklayıcı. Ben başlandı yana başlamay. Xutundan chiqib anlamadim değil mi? Evet, anlaydım. Ya bir sual varken çok tam cevap versek oldu ki. Durun. Başlaymayız benim sen. Upalayamız ha? Ya o'qishdan tartib başlandı. Bo'ldi. O'qishdan tartib başlandı. Başlaymiz ham sen tayyorlik ha? Tayyorlik. 3, 2, 1 başlandı. Mikrodolqulluq o'choq bor-ku. Shuningki qo'zg'atilgan knopkasi qaysi rangda? Oqmi, qorami, qizilmi, yeshilmi? Mikrodolqulluq o'choqninki qo'zg'atish knopkasi. Beybolo. Ben ömrümde gibi işitip bakmasın ekan. Beybolo. Ha. Nima sizdan qaytdan? Vaqt işte. O'zing qizil rang. Uzatsan bo'ladi. Sizlar muloyiz qilaychi. Uzaplı işletimiz keyin anmaymiz mı? Kumanı sep qo'ydingiz emasmi? Oqidan piyasi. İşletmemsiz. İşletsiniz ayağını besitimiz. Ne? İşletti. İşlettiniz. Bence ayağınızın gepini anlam. Qizil rangmi? Belkim. Endi bunda nurg'un narsalarniki itadigan ochadigan knopkasi qizillikka to'g'ri. Biroq mikrodolqulluq o'choqninki mana bu tigi taraf qarchiqda emasmi? Endi qarning o'ziga qizil rangni ekib qo'ysa, bu moslashmaydi, rang moslashmaydi. Men o'chog'anda oq deb o'ylayman. Men fikrimni berdim, mencha ayolingizning taklifini anglang deb.
Ayağınız telefonu dediği kızıl rengde hem de tallaşınız en ahırkısı. Ak. En ahır cevap ak. Hata kaldı kutunun gitini alayıp da ak. Ben bu meslet verdim ayağınızdan gipini anlam der. Çünkü bence bu kızıl. Peki hiç yok. Ataytın kelginizge bizdenki mu mükafotlarımız var. Unda olsa bizdenki bir iş muzdek. Film sahasındaki tuncu Nahmeydan Nahpul Tahtı sual cevap programı Muzdek Milyon kelginizini karşılamayız. İsminiz? Dostlar, senden selam. Ben ismim Mehmet Tursun Niyaz. Nereden geldin? Turban'dan geldim. Ataytın geldi az varmış. Ataydın şu kumlarını çelci yüreğim hemisini kesip geldim. Turban şehirçiydi mi? Yok, Turban Pişan ayısıydım. Oy çok. En son bir gün krapılının bozu yanıtmamsak bulma. Şunu yanıt koydum. Şenler kaydı ya yok ko başka yok. Yandan kaydısı da. Düşündüm. Başlayalım hemse. Ha. Sual. İngilizce B'nin hanzucha P'nindeki okuluşu nima? A. Bu. B deydi o. B. C cevap. B. D cevap. B. Odatda pedagogiyaga yaqlaymiz-ku, bu pomo foda. Menimcha bo'lsa, o'sha bu ne talaymikin? A. Ha, A cevap. Cevap. A cevap bu. Okey, biz koy. Rapol çıkan bir müzik koydu. Çıkmaydı. Ya çıkmaydı. Davamlaştırmamız o. Kaç Davamlaştırmamız. Okey, sual. Şu Tor tilidagi 3 Q nimani bildirdi? A. Rahmat. B. Xo'sh. C. Yaxshimisiz? D. Kechirim. Bu 3Q degan, yani odatda biz thank you deymiz. Thank you degan inglizchadagi thank you degan shu so'zlikninki bir bu atilishida thank you degan rahmat degan gap. Shunga bu savolga A javob rahmatni tanlayman. En oxirgi javobim. Oxirgi javobim A, rahmat. Okey, 200 koy. Men chiqmanda kraplar. Kraplar men chiqmadi. Kraplarga ham bizga kam ekan deyman. 300 ko'ylakni o'ynab baqlaman. O'ylab baqili. Sual. Kartdagi Q yani matka demekçi-de nemini ifadelaydi? A deydi o. Queen. B. Quit. C. Quest. D. Q. Kraplar chiqibdi hamsa. Odatda K degan amidan cho'g'ib K bo'lsa king, ya'ni davlatning podshohi bo'ldi. Q bo'lsa queen, ya'ni davlatning xon podshohi. Shunga buningdagi javobim A, queen. İşletmeye 3 tane esbacı var da. Lazım yok. En ahir cevabınız? Ahir cevabım A, queen. Okey, krapul çıktı. F300 koy. Endi qaşsınız buldu yoki 4-cü sualını ko'rib qaşsınız mı buldu? Ko'p qilib men qaşsam bo'ldi, ha? Evet. Hamsi ko'rib baqani? Ko'rib baqamsiz. Ha. Sual.
do'stlar orasidagi sadoqatni va bir-biriga samimiy qalb bilan muomala qilishni tasvirlaganda odamning qaysi ichki a'zosini o'xsh tutib naql qiladi? A. Ko'z va qo'l. B. Jigar va o't. C. O'pka va böğrek. D. Yurak va uchay. Rost desam, buni javobini bilaman. Lekin qilaman derdim. keyindagi 5, 6, 7 savollarniki bizga ishonchim yo'qda. Shunga ozusim kira pulini chiqaray deb. Bunda ben talaydi. Gandan Shangzhou deb bir so'zlik bor. Cho'qim be javobi. Lekin men o'sha to'xtab qolay. Okey, qachamsiz? Qachay. Muborak olsun Imsin. Beşinci sualım kürep bir pişamaklı tavsiye. Bo'ldi? Tashqi perevodda USD qaysi pul birligiga tabi? Amerika dollari. To'ldingizda buni endi. Endi nim foydasi? Keyimiz rahmat. Allah. Ma'qul muborak olsun. Hammangizga rahmat. Film sahasındaki tuncu nahmeydan sual cevap naql tartış programı Muzdek Milyon kagini qarşıladığımız akıllı adam pul tapson başta. Nima? Şu shundaymi. Sizda jiqni onu tanishtirishning o'rni yo'q-ku deyman. Bizningki shu muhabbet ustoz shu müzik ishlash, po'qin atamani bizningki butun sanamra panamra barliq naqshlarningki ijodiyatchilarininki biri. Muhabbetlash. Bunda olsa başlayalım. Başlayalım. Sual. Veyshinning ID numarini nechasini demasa, qancha qitim o'zgartgili bo'ldi? A. Umrvoyat bir qitim. B. 3 oyda bir qitim. C. Yilda bir qitim. D. Yarim yilda bir qitim. Bir qitim. D. Bir yilda bir qitim. C. Yılda bir qitim. C. Yılda bir qitim. En axir javob. C. Okey, Muskoy. Sual. Qatnaysizmi bu? Yo'q. Dunyodagi barliq asallarning o'si muntazam qancha bo'lim bo'ladi? A. 6 bo'lim. B. 5 bo'lim. C. 7 bo'lim. D. 8 bo'lim. Altı bulun bulduğu deyman. Qani 3 narsani ishlasangiz bo'ladi. Altı bulun. Axir javob. Altı bulun. Okey, shukr qo'y ketdi. Qaçmaysizmi? Yo'q. Sual. Rim raqamlaridagi ay, x Arab raqamidagi qanchani bildirdi? A. 6, B. 9, C. 11, D. 15. 9. Ana haq javobingiz 9 değil. Nimişqa? Çünkü X onu bildirdi, aldığındaki bir aşının demekle X onu bildirdi. Aldığındaki bir şu demekle onun aldığındaki san ikisi koysak 9. Onun kendiki ulab umrup qasdi. Onun kendiki bir o pasma. Agar a keyingi savlanadigan bo'lib umrup qasdi javobi. Bu X'in aldığı yazmaz. Okey, en axir javob 9. 300 qo'y ketdi.
4 kirkesini 8 chiqsiz. 8 chiqay bo'ldi. Savol. Emgak qonunda qancha yoshdan kichik bolalarni ishlatish qonunsiz bola ishchi ishlatishga kiradi? A. 14 yosh, B. 15 yosh, C. 16 yosh, D. 18 yosh. Bununda iliqi tushunlikdan foydalansam bo'ladimi? Bo'ldi. Avvalen seni chiqarmasam bo'ladimi? O suyucu chiqdi. Suyucu chiqamda, onda o'z ikkisidan birini chiqaribdi. Okey. Muzdek. Ikki tal xato javob chiqaribdi. 14. A. En haqiqiy javob. 14. Bir eshik muzdek sovuqilgan bo'ldi. 14 pek kichik emasmi u yosh? 14 yilqi 15 yoshni ishlatib bo'lmaydi otasi. O'shdami? Meta sizni 18 bilan 16 dan ishqilinib qilamdiki desam. Okey. Muzdek keltirib so'ng. Rahmat.